Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga qulay biznes muhitini yaratish doimiy e'tiborda. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va boshqa tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar duch kelayotgan muammolarni o'rganib, tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Hozirgi lavhamiz Infinbank tomonidan qilinayotgan ishlar xususida. Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan Yassin sayohat markazi bugun turizm yo'nalishida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan xususiy tadbirkorlik subyektlaridan biri hisoblanadi. Sayyohlik xizmatlarini tashkil etish bilan shug'ullanayotgan biznes egasi qisqa vaqt ichida mijozlar sonini oshirishga, xizmat turlarini kengaytirishga erishgan. Ta'kidlash kerak, markazda bugun bir necha yoshlarning ham bandligi ta'minlangan. Tadbirkorning asosiy maqsadi esa faoliyat turini yanada rivojlantirish, xorijiy va ichki turizm yo'nalishlarini ko'paytirish hamda xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqishdan iborat. Buning uchun esa qo'shimcha moliyaviy ko'mak zarur edi. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratib berildi. Shu jumladan biza Yassin sayohat agentligi faoliyatimiz boshlaganimizga 1 yildan oshdi. Hozirgi kunda bizani ish faoliyatimizda 4 ta ish o'rni bor. Tadbirkorlik faoliyatimizni kengaytirishni reja qilgan edik. O'rda mahallasiga biriktirilgan Infinbank bankiri bizning faoliyatimizga kelib o'rganib va bank moliyaviy xizmatlarini taklif qildi. Ana shunday vaziyatda Infinbank mutasaddilari tadbirkor faoliyatini joyiga chiqqan holda o'rgandi. Markazning imkoniyatlari, mavjud sharoitlari va kelgusidagi rejalar tahlil qilinib, loyihani qo'llab-quvvatlash yuzasidan amaliy takliflar bildirildi. Tadbirkorga o'sha kunning o'zidayoq imtiyozli kredit mablag'larini ajratish bo'yicha zarur hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari boshlab yuborildi. Bugungi kunda Yassin Travel sayohatlik agentligining murojaatiga asosan tadbirkor muammolari o'rganildi. Tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish maqsadida, yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida 3 bank ish kunida moliyaviy yordam ko'rsatdik. Biz bank xizmatlaridan foydalangan holda o'z faoliyatimizni kengaytirdik. Qo'shimcha 4 ta yangi ishchi o'rni yaratdik. Endi bank bilan hamkorlikda yanada ushbu sohamizni kengaytirmoqchimiz. Buning uchun albatta davlatimiz rahbariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga yaratilayotgan imkoniyatlar, e'tiborlar uchun bag'oyatda minnatdormiz. Bugungi kunda bunday loyihalarni moliyalashtirishda asosiy e'tibor tadbirkorning real ehtiyoji, faoliyat yo'nalishi hamda loyihaning kelgusidagi iqtisodiy samaradorligiga qaratilmoqda. Prezidentimizning farmonlarining ijrosini ta'minlash maqsadida hamda bankimiz o'z tashabbusi bilan birgalikda kichik va o'rta biznes tadbirkorlik subyektlariga yanvar-aprel oylarida 879 milliard so'm kredit ajratib berildi. Shuningdek, biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida yanvar-aprel oylarida 206 ta tadbirkorlik subyektimizga 26,3 milliard so'm kredit ajratib berilgan. Infinbankga biriktirilgan 107 ta mahallamizda o'zini band qilgan fuqarolarga biznesga birinchi qadam mahsulotimiz doirasida jami 17,6 milliard so'm kredit ajratib berildi. Shuningdek, mahalla loyihasi dasturi doirasida 565 ta tadbirkorlik subyektiga hamda o'zini band qilgan fuqarolarga 141 milliard so'm kredit ajratib berildi. Bu kabi manzilli yondashuvlar tadbirkorlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda muhim omil bo'lmoqda. Eng muhimi, bank va tadbirkor o'rtasidagi bunday hamkorlik iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.